Assalomu alaykum bolajonlar. Gulnora Ahmedova tarbiyachi sifatida faoliyat yuritadi. İlk faoliyatimni 1999-yilda 17-maktabgacha ta'lim tashkilotida boshlaganman. Chortoq pedagogika kollejida ish faoliyatimni olib bordim. Hozir 2016-yildan buyon Kamalak nomli 11-maktabgacha ta'lim tashkilotida o'z ish faoliyatimni olib bormoqdaman. Va uning kasbga bo'lgan mehri bolalikdan shakllangan. Bugungi kunda u ta'lim-tarbiya jarayonida ota-onalar bilan hamkorlikni samarali yo'lga qo'yib kelmoqda. Tarbiyachi har bir sohada o'z ishini ustasi bo'lishi kerak. Ham aktyor, ham musiqachi, ham xonanda, ham raqqosa, ham psixolog bo'lishi kerak. Bola tarbiyasida ham ota-ona, ham tarbiyachi mas'ul deb o'ylayman. Shuning uchun ota-onalar bilan tarbiyachi o'rtasida o'zaro hamkorlik bo'lsa, menimcha maqsadga muvofiq deb o'ylayman. U o'z mehnati orqali yuksak natijalarga erishib, tarbiya sohasida ijobiy ko'rsatkichlarni qayd etmoqda. Faoliyatim mobaynida men juda ham ko'p yutuqlarga erishdim. 200 dan ortiq bolajonlarimizni maktab bo'saqasiga yo'naltirdim. Juda ham ko'p sertifikatlar oldim. Rus tili sohasi bo'yicha xalq ta'limi a'lochisi ko'krak nishoni bilan taqdirlandim. Ayni paytda u yosh avlodni tarbiyalash yo'lida izchil faoliyat olib bormoqda.